Ronaldo O'zbekistonga qarshi. Siz kimsiz? Vatanparvarmi yoki shunchaki Ronaldoning muxlisi? Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Ertaga O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyaga qarshi Jahon chempionati guruh bosqichining 2-tur doirasida bahs olib boradi. Bu bahs juda ham ahamiyatli, chunki bizda Portugaliyani, xususan Ronaldoning muxlislari juda ko'p. Ertaga siz kimga muxlislik qilasiz? Ronaldogami yoki O'zbekiston milliy terma jamoasiga? Balki oramizda ba'zi bir Ronaldo muxlislari ham topilib qolar. Uning sovrinlari, uning qayd etgan natijalari, olgan olqishlari o'ziga juda yetarli va ko'p. Ertaga keling bir o'zimizning muxlislarga, futbolchilarga ham muxlislik qilaylik. Uchrashuv 23-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 23:00 da AQShda bo'lib o'tadi. Uchrashuvni marokashlik hakam Jalol Jayid boshqarib boradi. Guruhdagi vaziyat: O'zbekiston birinchi turda Kolumbiya bilan bahs olib bordi va 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchradi. Bizning Jahon chempionatidagi debyut uchrashuvimiz yaxshi o'tdi desak ham bo'ladi. Kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik ko'rsatdik. Mag'lubiyatga uchragan bo'lsa ham yigitlar o'ziga yarasha vaziyatlarga ega bo'lishdi. Portugaliya esa Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi uchrashuvda 1-1 hisobda durang qayd etdi. Ushbu durang Portugaliyani ertangi uchrashuvda yanada kuchliroq bo'lib maydonga tushishiga va O'zbekistonni iloji boricha mag'lubiyatga uchratish uchun qo'ldan kelgan bor harakatni amalga oshiradi. Guruhda hozir Kolumbiya 3 ochko bilan birinchi o'rinda bormoqda. Kongo va Portugaliyada 1 ochkodan, O'zbekiston hisobida hali ochko mavjud emas. Umid qilamizki, ertangi uchrashuvda vakillarimiz o'sha jahon chempionatida intiqlik bilan kutilgan birinchi ochkolarni qo'lga kiritishadi. Behruz Karimov Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda jarohat olib, ertangi Portugaliyaga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuborishi mumkin. Ushbu yo'qotish jamoaga biroz og'ir bo'lishi mumkin. Chunki Hoji Akbar Alijonov ham ushbu pozitsiyada harakat qiladi va unda ham jarohat bor. Lekin Manchester City'da ko'p marta o'ng qanot himoyasida harakat qilgan Abduqodir Husanov ushbu pozitsiyani bemalol yopa oladi. Portugaliya terma jamoasida biroz parokandalik ko'zga tashlanmoqda. Cristiano Ronaldo va terma jamoa futbolchilari o'rtasida kelishmovchilik borligi haqida ommaviy axborot vositalari ma'lumotlar tarqatishmoqda. Ammo futbolchining o'zi ijtimoiy tarmoqlarda terma jamoa bilan birgalikda tushgan suratini joylab, biz bir oila degan yozuv ushbu surat ostida qoldirdi. Bu degani ommaviy axborot vositalarida chiqayotgan gap-so'zlar fake xabar bo'lishi mumkin.